Beruniy B1 mavzesi. Olmazor tumani Beruniy ko'chamizda, Registon maktabimizni oldidan shunday 100 metr kirganinglarda Neryani srochniy varianti 3 xonali 76 kvadratga joylashgan kvartiramiz chiqyapti o'rtoqlar. Mana old devorga bitta e'tibor beringlar-da. Avtoparkovka joylar bor, bolalar uchun o'yingoh maydonlar, hamma sharoitlar bor, gaz, svet, suv umuman muammosiz. Xo'p, 9 etajli domimizni 6-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz srochniy narxda sotuvga qo'yilgan, suv tekin narxda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir sizlarga ichkaridan ham ko'rsatib beramiz, narxini ham aytib o'tamiz va narxiga shkalat narxda. Qani ketdi. Asosiy podez eshigimizdan kirib kelishimiz bo'ladi. Kirganimizda shunaqa holni ko'rishingiz mumkin, kattagan razmerda, bu yoqda shkafni zonani ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yurib kelayotganimiz bu yoqda hojatxonamiz joylashgan bo'ladi. Va bu yoqda ko'rishingiz mumkin, oshxona, kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Ovqatlanadigan joylar bor, barcha mebel texnika jihozlar bilan tayyor holatda. Ko'chaga qaragan oynalarimiz bor. Xo'p, keyin xonamiz ko'radigan bo'lsak, bu yoqda zal mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi, kattagan razmerda. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, bu yoqda alohida sanuzulimizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bolalar uchun yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi, kattagan razmerda va oxirgi xonamiz spalniy xonani ko'rishingiz mumkin. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, bu joyimizni narxini sizlar o'ylagan narxdan arzon etadigan bo'lsa, videoga bitta like bosib, uyquda yurgan do'stlarga shunday yuborib qo'yasizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, egalari startovi $82,000 narxiga tushyapti. Hali kelsiladigan joyi bor. Pastda egalarning nomerini qoldiramiz. Tezda telefon qilib baraka qoladigan joyi.